Umra safariga bepul yo'llanma. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, meni tanigan barchaga alangali salom. Bugun bizda bir ajoyib yangilik bor. Biz bepul umra safar yo'llanmasi tanlovini boshlash arafasida turibmiz. Startga 4 kun qoldi. Yurtdoshlarimiz orasidan bir kishini mutlaqo bepul umra safariga kuzatamiz. Kecha Instagramda bir video ko'rdim. Bloger ukamiz obunachilardan biriga shunchaki bepul umra safarini sovg'a qildilar. Men ham mana shu yo'lni niyat qildim. Shaxsan mana shu safarga ketadigan xarajatlarni o'z byudjetimdan qoplab beraman. Umra safari esa albatta Ixlos Travel litsenziyalangan umra paketi bilan amalga oshiriladi. Tanlovda ishtirok etish juda ham oddiy va oson. Meni shaxsiy profilim bilan Ixlos Travelning Instagramdagi sahifasiga shunchaki obuna bo'lasiz va mana shu videoni eng kamida 5 nafar do'stingizga yuborib qo'yasiz va 5 nafar do'stingizni kommentariyada, izohlarda belgilab qo'yasiz. Bundan keyingi videolarimizga, storialarimizga shunchaki like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. G'olib qachon aniqlanadi? G'olib start berilgan kundan boshlab ro'parasida 60 kundan keyin tasodifiy tanlov programmasi orqali aniqlanadi. Bilasiz, programma doim aktiv bo'lgan ishtirokchilarni aniqlab berish xususiyatiga ega. Siz hozirdanoq aktiv bo'ling. Do'stlar, vaqtimiz ketdi. Bir kishini mana shu sertifikat bilan albatta o'zim taqdirlayman.